Qurilishda eng ko'p ishlatiladigan mahsulot qaysi? Topganga hozir bolalarga $100 beramiz. Ana berasiz aka. Конечно beraman. Beton ikkinchi o'rinda. Sizgachi? Birinchi o'rinda metalda aka. Temir. Chunki o'zingiz temir ishi bilan shug'ullanasizda. Yo'q. Adashmasam temir yo 3 ta yoki 4-o'rinda. Birinchi o'rinda boshqa mahsulot. Biz obunachilarimiz orasida ham bilganlar bo'lsa kommentariyada yozib qoldiringlar. 200 ming so'm paynet qilib beraman o'zim yoki karta raqamlarni yozib qoldiringlar. Asqar aka, hozir Chilonzordamiz. Chilonzorda. Necha metrga ustunsiz javob berdingiz bu yerga? Aka 22 metr aka. Ustunsiz. Ustunsiz. Temirdan zavod qurib berasiz, naves qurib berasiz, sklad qurib berasiz. Aka katta joylarda aka xudo xolasa aka 1 gektar joyda domini yopyapmiz. Inshaalloh keyingi videolarda chiqaramiz aka. 30 metrgacha bo'lgan joyda aka ustunsiz yopib beramiz. 30 metrgacha bo'lgan joyga aka 5 tonna fermani yuk yozib ko'raveradi aka bemalol. 22,5 metr. Aka bu joyda nech puldan qilib berdingiz kvadratini? Aka 1 kvadratini aka 270 ming so'mdan qilib berdim. Usta materialchidanmi? Usta haqi, xizmati, materiali aka tunugasini olib kelsa qotir bilan berdik. Kira xizmati ham o'zimizdan bo'ldi. Oziq ovqatimiz ham o'zimizdan bo'ldi aka. Xudo xolasa. 6 ga 6 profil, qalinligi 4 mm bo'ladi aka, uzunligi 12 metr bo'ladi aka. 30 metrgacha bo'lgan joygacha xudo xolasa bemalol ustun turaveradi aka. Gap yo'q. 200 ming so'mdan 300 ming so'mgacha tomlarni yopib beraverasiz kvadratini. Xudo xolasa, stoykasi bor, yo'qligiga qarab turib qilib beraveramiz. Telefon raqamlar pastda bo'ladi. Necha yil tajriba aka? Necha yildan? Aka, bizniki ota kasb. Dadam 30 yildan beri, men o'zim 10 yildan beri xudo xolasa shu ishni yuraman aka.